Qo'y boqib kambag'allikni qisqartirsa bo'ladimi yoki kambag'allikdan chiqsa bo'ladimi degan savollar ko'plab keladi. Men sizlarga hozir buni faktlar bilan keltirib beraman. Sizlar bo'lsa bizani kuzatib turinglar. Hozir odamlar oddiy tovuq boqib millioner bo'lishyapti. Misol uchun Baxtiyor aka. Akalar tovuq kuchini qaranglar, shu darajada qudratli. Menga taklif berishyapti. Tojikiston Dushanbedan bitta kvartira, 1 yillik kontrakt, oyiga 2000 dollar. Ular isbotlab berdilarki, bitta tovuq bilan qanchalik daromad qilsa bo'ladi, qanchalik temir daftardan chiqish iloji bor. Yoki-da shaharlik fermer Sherzod bey aka. 5 ta 4 tadan to'g'ri tursa, aslida qo'yondan sizda o'rtacha 10 ta bo'ladigan bo'lsa, nasib bo'lsa qo'shimcha daromadda bu ham. O'rdak boqib, oddiy o'rdak biznesi, parrandachilik biznesi kerak bo'lsa, papugay boqib qanchalik daromad qilsa bo'ladi. Hamma narsani ko'rsatib berdilar, isbotlab berdilar. Ana endi qo'ylarga keladigan bo'lsak, to'g'ri, qo'y sizlarga tovuq emas, kuniga tuxum tug'ib beradigan, sigir emas, kuniga sizga sut beradigan. Qo'y prosta baraka. Qo'yi oylik yoki qo'ylardan kunlik daromad kutish xato narsa bo'ladi. Qo'y sizga tirik bank. Qo'yga qancha bersangiz, foizi bilan, ortig'i bilan qaytarib beradi. Hech qachon minusga tortmaydi. Faqat u sizga bog'liq. Nimadan boshlashingiz kerak birinchi bo'lib? Hech bo'lmasa pul yig'ib, amalab 2,5 million, 3 million so'mgacha pul yig'ib, kichkina qo'zichoqdan boshlang. 5-6 oylik qo'zichoqni olib boqib katta qiladigan bo'lsangiz, qo'y baraka bu sherigini chaqiradi. Xuddi dollar yetishadi-ku, chunki soq qo'ydim, baraka beradi, sherik chaqiradi. Qo'y shunaqa narsa. Men birinchi boshlaganimda mana shu qo'yimdan boshlaganman. 3700 ga olganman mana shu qo'ziroq paytida. Mana men keyingisini buni olganman. U ham 3700 ga tushgan. Mana shu ikkitasi mana shu hamma sheriklarni chaqirgan. Hamma sheriklar mana shuning orqasidan keldi menga. Hop, men qo'y boqishni bilmayman, tushunmayman, kasalliklari bor ham. Qila olmayman, e'tibor bera olmayman desiz, bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz sizlarga o'xshab noldan boshlab qo'y boqib kelamiz. Professional ustalar emasmiz. 30 yillik tajribaga usta yoki shifokor emasmiz. Biz oddiy sizlarga qatori noldan boshlab qo'y biznesini boshlaganmiz. Harakatdan to'xtab qolish kerak emas. O'xshamadi, o'lib qoldi, nogiron tug'ildi, pola tashab qo'ydi, miyasiga qurt tushib qoldi, o'tirursiz, hech qaysi ish o'xshamaydi. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, o'sha yerda ko'rsatib ketamiz sizga qancha yemayotganini, nechta xarajat ketayotganini, kasalliklarga nima qilish kerakligini, qanaqa yem bersa yaxshi bo'lyapti, qanaqa yem bersa yomon bo'lyapti, nima zarari bor, nima foydasi bor, qanaqa qurish kerak, nima qilish kerak, hammasini kanalimizga qo'yib boramiz. Maksimal harakat qilamiz, sizlarni ham, bizlarni ham, o'zimizni ham biznesni rivojlantirishimizga va shu qo'y biznesini kambag'allikdan chiqadigan bir qanaqadir daromadga olib keladigan darajaga olib kelishimiz kerak.